Hiro g'ori yoki Jabal al-Nur. Ko'pchilik bu tog'ni vahiy tushgan muqaddas joy sifatida bilishadi. Odatda haj va umraga kirgan ziyoratchilarning 99% Hiro g'origa chiqishga fursat topisha olmaydi, lekin biz mana shu 1% qatorida bugun jamoamiz bilan Hiro g'origa chiqqanmiz. Keling endi sizlarga Hiro g'ori haqida ba'zi ma'lumotlarni berib o'taman. Bilarmidingiz, muqaddas Hiro g'ori atrofidagi tog' jinslari Arabistondagi eng qadimiy vulqon jinslari hisoblanadi. Ular 100 millionlab oldin hosil bo'lgan bo'lib, bu hududni nafaqat ma'naviy, balki geologik jihatdan ham noyob qiladi. Qarshingizda Jabalun Nur tog'i turibdi. Buni ustida Hiro g'ori bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga ilk oyat karimalar nozil bo'lgan tog'. Eng qizig'i, Hiro g'orining shakli va ichki tuzilishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlaridan beri deyarli o'zgarmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bu yerga nima sababdan chiqqanlar? Nubuvvatdan oldin Makka shahridagi mushriklarning orasida keng tarqagan zulm zo'ravonliklar, nohaqliklar, but sanamlarga sig'inishlardan bezor bo'lib, o'zlari yolg'izlikni, tanholikni xohlab qolib chiqqanlar. Ya'ni bu yana bir nubuvvatga tayyorgarlik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga beriladigan nubuvvatni oldingi bir debochasi, ya'ni yolg'izlikda fikr qilishlik, tafakkur qilishlikka bir imkon paydo qiladigan bir imkoniyat bo'lganda, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom boshida bir hafta 10 kundan chiqib yurdilar. Nubuvvat bo'ladigan yili 40 yoshlarida Ramazon oyida bir oy to'liq turdilar va Ramazon oyining 27-sanasida, Qadr kechasida Jabroil alayhissalom ilk oyatlarni, vahiyni olib tushdilar. Tarixiy yozuvlarga ko'ra, qadimgi haj ziyoratchilari oy taqvimini aniqlash uchun g'orning noyob joylashuvidan astronomik kuzatish joyi sifatida foydalanishgan. Ha, aytgancha, bu joyga chiqishga yoshi katta va yurak kasalligi bor insonlarga tavsiya qilinmaydi.